Assalomu alaykum YouTube ahli. Sizlar bilan yana Abush. Bugun sizlar bilan tez agir yig'ish va uni qanday oson yo'llar bilan topishni o'rganamiz va videoni boshidagi magazinda hamma narsani sipirib tashlaymiz. Kelinglar, undan oldingi videoni top kommentlarini aniqlab olamiz. YouTube kanalimga kirib oldim va oxirgi videoni kommentariyasini ko'rmoqchi bo'ldim. Va bitta kommentariya. Siz ham shu videoni kommentariyada o'z izohingizni qoldiring va keyingi videoda chiroyli izohlarni men top kommentariyaga chiqaraman. Undan oldin bitta narsani kelishib olaylik. Sizlardan obuna va like, mendan esa foydali kontent. Unda biz boshladik. Shuna qilib chatga kirib olishimiz kerak bo'ladi. Chatga bosamiz va rus tili xohlasanglar, ingliz chatga farqi yo'q unisi. Любой odamning profiliga kirishingiz kerak bo'ladi. Profiliga kirasizlar va past tog'ochi bor. Tog'ochiga bosib ham 3 ta korobkani ochishingiz kerak bo'ladi. Bir xillarida bo'lmaydi, bir xillarida bo'ladi. Mana kakras shu odamda bor ekan. Keyin yana suramiz, odam qidiramiz. Qidirish ham shart emas. Любой odam ustiga bosib tog'ochani qaraysizlar. Billa bu nima edi? Axir bu zino-ku bu. Agar shu chatdan qidirsanglar, yana sizlarga bitta maslahatim, 50 bilan 60 o'rtasida bo'lgan akkauntlarning profiliga kiringlar, chunki ularni profili kam ko'rilgan hisobiga sovg'alar bo'lishi foizi kattaroq bo'ladi. Uzoq borsa 65 ga kiringlar. 70, 80 yoki donatorskiy akkauntlarga kirmanglar, chunki ularda 90% bo'lmasligi, chunki ularning akkaunti juda ko'p ko'riladi va sovg'alari ham tugagan bo'ladi yoki ular berilmagan bo'lishi ham mumkin. Yana bitta narsani eslatib o'tishim kerak. Shu sovg'achani, ya'ni 50 ta odam ola oladi, undan ko'p ola olmaydi. Agar sizga mana nechivoni anaqa deb chiqsa, sizlar уже 50 tadan ko'p odam, уже 50 ta odam olib bo'lgan, endi sizlar уже ola olmaysizlar. O'shaning uchun shuna nechivoni deb yozilgan bo'lsa, sizlar уже 50 ta ulgurmagan bo'lasizlar. Endi o'zingizlar qanaqa olishinglarni o'rgataman. Mana inventariga kirsanglar o'zi bo'ladi. Mana bunaqa yashik bo'ladi ko'p. Bu 2-3 ta sezon oldin bergan, 3 ta korobka bergan. Mana ham sovg'aga bosasizlar, отправить наборga bosasizlar. Keyin yozadigan joyi bor, o'sha yerga любой so'zni yozib, chatga tashlasanglar mumkin. Mana masalan uchun men salom degan so'zni yozaman. Va mana отправить набор, o'shani UC qilsalar ham bo'ladi, lekin UC hali qo'shilmagan. Shuning uchun отправить наборga bosamiz va OK yozig'iga bosamiz. Mana jo'natildi. Bu sovg'ani endi hamma oladi. Sizlar ham olsanglar bo'ladi. Mana 5 aga berdi. Tomonda o'tib ketaman. Rais bu. Men o'shaman. Alloh. Mana yana bir marta yuboraman. Отправить набор bosaman. OK. 3 sekund o'tdi. Hozir 3 sekund kutamiz. Nabor. Mana yana tashaldi. Yana oldim. Sovg'alari har xil 5 agadan to 15 agagacha beradi yoki har xil keyslarga skidkalar yoki yana qanaqadir vaqtni временный kiyimlar beradi. Bu narsaning ikkinchi yo'li ham bor. Ya'ni qanaqa druziyadan olasizlar, masalan uchun любой druziyalarga kirasizlar, uni ham xuddi shunaqa sovg'achaga bosasizlar. Получить qilib druziyani ham qarab chiqsanglar bo'ladi bemalol. Bu ikkinchi yo'li. Agar u sheriklarning partnyori bo'lsa, u partnyori ham bitta qarab chiqinglar, chunki unda bo'lmasa bunda bo'lishi mumkin. Endi 3-yo'lni o'rgatsam, 3-yo'li qanaqa? O'sha druziyani xohlasanglar chatdini любой odam profiliga kirasizlar, popularnisiga kirishingiz kerak bo'ladi. Popularnisda bilasizlar, ancha odam bo'ladi, tashagan bo'ladi. O'sha popularnisda odamlarni qaraysizlar. Eslatib o'taman, yana bir marta 50 dan past yoki 70 dan baland levelli odamlarni qarab o'tirmanglar. Qarasanglar ham uncha-munchasida bo'lmaydi, chunki bilasizlar, profili ancha ko'rilgan bo'ladi. Shunaqa popularnisiy odamlardan hammasidan olasizlar, ularga ham kirib qarab ko'rasizlar, chunki popularnisida har xil odamlar bo'ladi, u yerda ham ko'p o'zbeklar bo'ladi, u yerda ham foizi bo'lishi ko'proq. Masalan, mana o'xshadi, mana ko'ryapsizlar, 5 aga, yana 5 aga. Mana ko'ryapsizlar, uje o'xshayapti. Demak, bemalol bu popularnis, bu 3-yo'li, bemalol qarasanglar bo'ladi popularnisdan ham. Sizlarga yana bitta narsani ko'rsatmoqchiman. Masalan uchun mana oldinglar, mana 5 aga chiqdi. Naborniy udачный kostyum ko'rdinglar.
mana shundan ham 10A ga ishlasanglar bo'ladi. Mana bosasizlar, anaqa inventarga kirsanglar, mana bunaqa narsa paydo bo'lgan bo'ladi. OK ga bosasizlar, ham kiyimlarning bittasini ham olmanglar. Mana oxirida 10A ga bor, o'shani so'rasizlar va olasizlar получить qilib. Mana yana bitta 10A ga bo'ladi, hisoblanadi. Yana bitta narsani ko'rsatmoqchiman. Buni hamma bilsa kerak. Endi bilmaganlar uchun ko'rsatib o'taman. Yana har kuni 10A dan beradi. Shuni ham inobatga olinglar. Va shu bilan videomiz shu joyda tugadi. 2 kun vaqtim ketdi bu videoga. Mehnat uchun like va obuna arziydi degan umiddaman. Mayli, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.